Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar podpischiklarim, tinchmisizlar? Issiqqa charchamay yuribsizlarmi? Bugungi mavzumiz stropalar haqida bo'ladi. Bitta podpischimiz yozgan ekanlar, stropalar haqida mavzu qilib gapirib, video qilib bering. Ana shu stropalarni qaysi payt ishlatmaslik kerak, qanday bo'lsa brak bo'ladi, ana shular haqida video qilib men sizlarga bugun gapirib beraman. Ko'rsatib stropalarni ham. Sizlar videoni ko'rishdan oldin bitta like, bitta podpiska bosib qo'yinglar. Videoni foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib turganlarga rahmat. Hurmatdasizlar. Like bosmay ko'rayotganlarga alohida rahmat. Bugungi videomizni boshlaymiz. Xullas, stropalarimiz har xil bo'ladi. Stropa zanjirlik bo'lishi mumkin, troslik bo'lishi mumkin, to'qima lattalik bo'lishi mumkin, tekstil to'qima qilib ishlab chiqariladi. Yana men ko'rmagan stropalarim ham bor. Men ham hamma stropani ko'rganim yo'q shu paytgacha, to'g'risi. Eng keraklari ana shu troslik stropa, zanjirlik, keyin latta ana shu to'qima qilib ishlab chiqarilgan stropa bo'ladi. Bular hammasi boshlanadi, kichkina 1 tonnadan boshlanadi, to 20, 30, 40 tonnagacha stropalar bor. Undan ham kattalari bor. Endi avtokranga shu 50 tonnagacha stropalarni aytib o'taman sizlarga. Endi katta stropalar bu katta kranlarga bo'ladi. Gusinichli kranlar, masalan 200 tonnaliklar bor, 300 tonnaliklar bor, yoki masalan 400 tonnalik avtokranlar bor. Ana ularga o'zi katta stropalar kerak bo'ladi. Bizga endi aslida shu 50, 100 tonnagacha, 70 tonnagacha bo'lgan avtokranlarga ishlatiladigan stropalar haqida gapiraman. Birinchi stropamiz, ana ko'rib turganlaringizni pastga qo'yaman. Halqa stropa deyiladi. Bu chalka bilan ishlatiladi doim. Bunisi esa aytib o'tganimdek zanjirlik stropa bo'ladi. Buni ham har xil turlari bor. Bittaligi bor, ikkitaligi bor, to'rttaligi bor. Keyin mana bunisi tros bo'ladi, troslik. Bu ham tonnasiga qarab bo'ladi. 2 tonnadan o'sha 40 tonnagacha, 50 tonnagacha bo'ladi troslar. Bunisi ana lattalik, to'qima stropa bo'ladi. Bu ranglik bo'ladi. Masalan, o'sha eng kichkina 1 tonnaligi ko'k rang bo'ladi. 2 tonnaligi seri rang bo'ladi. Ana shunday qilib ranglarga ajratilgan bo'ladi. Buni sababi o'sha uzoqdan ajratib olish uchun necha tonnalik yukni qanaqa stropa bilan ko'taryapti degan maqsadga rangli qilib zavod ajratib qo'yadi. O'zini berkasiga keyin ana bu turishga, ana bu ko'rinishga berkasi bo'ladi, ana ko'rib turgan bo'lsangizlar. Mana shu berkasiga yozilgan bo'ladi. Troslik yoki zanjirlik stropalarni o'sha ilmagiga ana bu turishga yozilgan bo'ladi. Ana ko'rib turibsizlar. O'sha hamma stropaga o'zi belgilangan joyiga, berkasiga o'zi yozilgan bo'ladi. Qaysi stropa necha tonna ko'tarishi. Strogi qattiq obyektlarga ishlagan paytlaringiz, masalan 5 tonnalik yukni 4 tonnalik chalka bilan ko'tara olmaysizlar. Sababi uzoqdan tebilar ko'radi, u yukni necha tonnaligini ham biladi. O'sha stropani necha tonnaligini ham ko'tarish qobiliyatini ham biladi. Hammasi deyarli hammasi biladi. Oldin bilmasdi. Stropasi necha tonnalik yoki konsaviga ishlaydimi, qaysi biri konsaviga o'zi konsaviga nimaligini bilmasdi oldingi tebilar. Hozir lekin hamma narsasini biladi. Yana men sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Ana bunaqa ko'rinishdagi ana stropalarni ham diametr yozuvlari tonnalari bilan qo'ydim. Ana shularni ham ko'rib yodlab olsalaringiz o'zlaringizga yaxshi bo'ladi. Ana qaysi stropa necha tonna ko'taradi, qanaqa bo'ladi. Yana stropani hozir turlari ko'p, ketma-ket video davomiga qo'yib boraman. O'sha o'zlaringizga kerak bo'lgan kichkina tonnadan boshlab katta tonnagacha stropalarni yodlab olishlaringiz uchun hammasini qo'yib boraman. Keyin stropa, to'qima stropa qaysi payt ishlatilmaydi? Teshilgan payt, yirtilgan payt, uzilgan payt, yo bo'lmasa masalan mag'orlab ketadi, chirib, ana o'sha payt ishlatilmaydi. Kuchini yo'qotadi u. Keyin yongan payti, yana haddan tashqari cho'zilib ketsa, o'sha yuk ko'tarish qobiliyatini yo'qotadi. O'sha uchun mana buni ham rasmini qo'yib boraman, pastga ko'rishlaringiz mumkin. Ana shu holatlarga bo'layotgan bo'lsa, umuman mumkin emas. Masalan, bironta eritma to'kilib ketadi ustiga, yo bir sabab bo'ladi, o'zini holatini yo'qotsa, ana u holga ishlatish mumkin bo'lmagan bo'ladi, bo'lmaydi.
tros ham xuddi shunday bo'ladi. Ana shu trosni bilasizlar, to'la bo'ladi u. Bu ham to'qima o'ralgan bo'ladi. Ana shu bitta to'lasi uzilsa ham asli ishlash mumkin emas. O'sha sразу almashtirish kerak bo'ladi. Keyin XMG bilan Sani kranimizning troslari ikki xil bo'ladi, ikki xil. Sani trosni to'lasi mayin bo'ladi. XMG niki to'lasi qalin bo'ladi, katta bo'ladi. Aytib o'tganimda oldingi videolarimda XMG zo'r degan bo'lsam, XMG ni ham trosi zo'r, Sani niki bilmaydi. Chunki Sani niki apasini o'sha to'lalari tez uziladi-da. Trosning to'lalari tez uziladi. O'sha uchun simlari chiqib qolgandan keyin uni ishlatish mumkin emas. Uni bilish ham o'zgina qiyin. Bilinmaydi ham. XMG niki trosi bilinadi, qalin-ku, katta. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan strop haqida ma'lumot mana shu edi. Mana shu videoning oxiriga hammasini yana bir qator ko'rsatib boraman. Shu stropalarning rasmini qo'yib boraman. O'zlaringizga foydali bo'lgan bo'lsa, o'shani saqlab, ko'rib qayta yodlab olishlaringiz, ko'rib olishlaringiz, qaysi o'sha stropa sizlarga kerak bo'lsa, o'sha stropani haqida men ma'lumot bergan bo'lsam, o'zlaringizga foydali bo'lgan bo'lsa, men xursand bo'laman. Kelajakka shu like, podpiskani bosib turinglar. Keyingi videolarimga yana harakat qilaman. Yana foydali video qilib chiqarishga. Sizlar nima qiziqtirsa, o'sha qiziqtirgan savollaringizni, mavzularingizni yozib ketinglar. Men обязательно ana shunday video qilib yuboraman. Foydali bo'ladigan umiddaman. Ilgarlar sog'-salomat bo'linglar. Ishlarga omad, kislarga daromad. Like, podpiskani ayamanglar. Aytgancha, yana bitta narsani aytishim kerak. 222 ta bo'limiz. 222 ta odamga kattakon rahmat. Podpiska bosganlaringiz uchun, like bosganlaringiz uchun. Nasib bo'lsa 500 taga chiqaylik, 500 taga yordam beringlar. Sizlardan bitta podpiskaga ketadi tamom yordam. Bitta podpiskani o'sha bosib qo'yinglar, nasib bo'lsa 500 taga chiqaylik. Hammalaringizni hurmatdasizlar. Jigarlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.